Endi bu dunyo shunaqa dunyoki, ota-onani rozi qilmasangiz, hammasi bekorda. Sal bunday atrofdan o'zingizga bir nazar tashlang, o'zingiz o'nglang. Sal ishingiz yurishmasa, Allohga nola qiladi, ota-onasini aybini topadi. 4 kun duo qilib qo'yib, Xudoga qarab, qiblaga qarab duo qiladi-da 4 kun, shuni natijasini kutadi. Yusuf alayhisalom Xudoyimga duo qilib, Xudodan, Allohdan so'raganlarini javobini 13 yil kutgan ekan, 13 yil. Har qanday holatda ham ota-onangizni rozi qilib qo'ying, nolimasdan. Sababi ota-ona norozi bo'lsa, hamma narsani foydasi yo'q. 5 mahal namozga o'qing, jumalarni qoldirmasdan o'qing, ro'zingizni qoldirmasdan tuting. Ka'baga borib tavof qilib teshib yormaysizmi o'sha joylarni? Ota-onangiz rozi bo'lmasa, bularning hammasini foydasi yo'q. Sababi siz bilan biz juda yomon deb o'ylagan ota-onani niyati shunaqa bo'ladiki, Allohdan so'ragan niyati shunaqa bo'ladiki, mana jonimni olmay turgin, toki shu farzandlarim o'zi oyoqqa turib, yo'lini topib olguncha jonimni olmasdan turgin deydi. Ota-ona shunaqa zot bo'ladi. Toki farzandlarini oyoqqa turganini ko'rmaguncha Allohga jonini ham bergisi kelmaydi. Bir yeringiz og'risa, bir yeringiz bir qattiq lat yeb, bir joningiz og'rigan paytda ham shu ota-onangiz sizni tepangizga kelib, shunga bergan dardingni menga bersang bo'lmasmidi deydigan ham shu ota-ona bo'ladi. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Ota-onalarimiz hech qachon bir norizo qilmaylik. Har qanday ishni qilishdan oldin ota-onaning duosini olish kerak. Rahmat e'tibor uchun. Joninglar sog' bo'lsin.